Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Qadrli obunachilar, bugungi videomizga ko'p emas qo'yimiz. Shu 3 ta qo'yimiz bor akalar. 2 partiya qilamiz. Bitta to'qli qo'zi, 2 ta yaqin bo'g'oz qo'yimiz bor akalar. Videoni oxirigacha ko'ring. Qisqa video bo'ladi. Chiroyli ma'lumotni berib o'taman. Xo'p, obunachilar, bu ikkalasi ham naq bo'g'oz. O'zi qorinlarini ham ko'ryapsiz, osilyapti ikkalasi ham. Xo'p, ma'lumki akalar bir oy, 1,5 oy yog'da tursa kerak. Endi taxminan, endi aniq bilmayman 100%. Lekin yilini ancha katta bo'ladi qo'zg'ab. Mana u ham akalar endi yilini tashlabdi. Buniki ham 3 oylikdan o'tgan. Bu ham 1-2 oy atrofida tug'ib qoladi. Ikkalasi ham chiroyli, suyagi katta narsalar. Chiroyli yemni yeb turgan. Qo'chqorda ham yaxshisidan qochgan ikkalasi ham akalar. Toza Arashan qo'chqordan qochgan. O'zimiz Qirg'izistondan olib o'tib, shu sovliqlar ichiga qo'shib boqib turgan qo'chqorimizdan qochgan ikkalasi ham. Bolasi ham inshaalloh chiroyli tushadi. Mana akalar qo'ylarimiz. Ikkalasi ham yirik, suyak katta narsalar akalar. Bolasi ham o'ta chiroyli tushadi inshaalloh. Chunki qo'chqorda o'ta go'zal qo'shilgan akalar. Bu qo'chqor sotuvga ketdi, uni ko'rsatacağam. Xo'p, bo'ybaslari akalar 80 ga olaverasizlar. Endi 1 cm plus minusini hisoblayverasizlar. Endi bu qora 80 plus chiqadi, ma'nosi 80 chiqishi mumkin. 1 cm plus minusini hisob qila olaverasizlar, lekin yo'g'on katta narsalar akalar. O'rta qo'y. Katta ham emas, mayda ham emas akalar. Xo'p. Yoshlari akalar, bu sariq 3-qoringa bo'g'oz 6 tish, bu qora 4-qoringa bo'g'oz 8 tish akalar. Lekin hamma joyga kelishgan yirik narsalar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak, narxi akalar bular ikkalasini bir joyga olaman desangiz 5,200 ming so'mdan qilib beraman. To'qli qo'zini pulda akalar, inshaalloh. Shuni olib borasizlar. O'zi bitta sovliq tug'ib bersam 7,5 millionga aylanadi akalar, bular narxi. Bittadan sovliq tutsa ham qonidan akalar 7 million, 7,5 million so'mga aylanadi. Uni qo'chqor tutsa inshaalloh akalar yaxshi qo'chqordan qochgan. Chiroyli bola bersa akalar, u yog'i rizqi nasib. Chiroyli ko'rsatib olasiz. Xo'p akalar, biz keyingi qo'yimizni ko'rsatamiz. Bu yoqda akalarni bitta ko'kidan bor, noyobidan. Ana jonivorlar. Akalar, shu noyobidan, zo'ridan, chiroylisidan antikvar rangini akalar, ko'rsa ko'zda quvnatadiganidan akalar, rangi ham. Bo'lakchasidan to'qli qo'zi bu hali tug'magan. Yosh bo'yi shu 75 atrofidagi qo'zi akalar. Qo'y turishini qarang. O'ta bo'lakcha narsa. Suyagi uzun, kelajagi bor. Yosh narsa. Oyligi akalar bir 5 oylik atrofida, bir 5-6 oylik bo'lsa kerak, endi taxminan o'zim ham nechaligini aniq bilmayman. Menga 3-4 kunlik mehmon aka bu qo'y. Xo'p, narxi akalar 3,700 ming so'm bo'ladigani, chiroyli dastavka qilib jo'natib beraman. Toshkentgacha dastavka qilib beraman 3,700 ming so'm akalar. Aloqa chiqarasizlar. Xudo xolsa olganga ham, sotganga ham barakasini bersin akalar mana. Uchalasi bitta yuraveradi. Uchalasini olaman desalar, chiroyli qilib xayrini qilib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.